Do'stlar, bugun sizlar bilan istiqbol ligasi o'yinini o'ynaymiz. Bu o'yin yaxshi deb o'ylayman. Olmagan edi. Agar sizlar yoqsa, like va obuna bo'lib qo'ying. O'yinni yuklab o'ynash esdan chiqmasin. O'yin ajoyib. Birinchi o'yin boshlandi. Mana shunaqa jangchilar bor. Menga eng yoqadigan mana bu o'rtadagi qalqonli. Kamonchi ham kuchli, ammo qalqoni bor. Kamonchining o'qlari unga ta'sir qilmaydi. Agar o'yin sizga yoqsa, like bosing, obuna bo'ling. O'yinni boshladik. Hozircha o'yinni o'zlari o'rgatadi. Biz o'rtachasi normal o'ynaymiz. Keyin esa qiyinrog'iga o'tamiz. Bu o'yin juda qiyin. Oxirida juda kuchli boss bor. Uni yenga olmasligim mumkin. Hozir menga mana bronkasini chaqirdik deyapti. Endi chaqirdik. Qani? Mana bunda borib mana yurar ekanmiz va urar ekanmiz. Mana shunday. Endi qo'yib yuborar ekanmiz. Ikkita chaqirdim men birdaniga. Bu yerda kamonchilarning haykali. Keyin hujum qildik. Mana kamonchilar keldi. Hozir chekinmasak bo'lmaydi. Mana hozir agar yutqazsak bo'lmaydi. Endi men mana bunaqa ishchilardan chaqiryapman hozircha. Lekin bu safar yutaman deb o'ylayman. O'tgan safargi o'yinda men xatolik qilib oxirida bossga yutqazib qo'ydim va o'yinni o'chirib tashlagandim. Keyin esa ishim o'xshamadi. Keyin yana shu o'yinni yuklab sizlarga ko'rsatishga qaror qildim. Tezroq ishlasa edi, men bularni chaqirib ularga hujum qilardim. Hozir esa faqat mana bunaqalardan ishchilardan chaqiraman. Bitta ishchi chaqirdim, yana bitta chaqirishim kerak. Yana bitta chaqirdim. Mana chaqiryapman. Mana keldi. Ular nima qilishyapti ekan? Do'stlar, shu yerda like bosib obuna bo'lib qo'ying. Faqat bir narsani unutmang. Ba'zilar like bosmoqchi bo'lib boshqa videoga olib ketadi. Shuncha mehnatni qadrlash kerak. Men shuncha harakat qilyapman va kuchim boricha sizlarga video olyapman. Mana bir necha kun bo'ldi. To'g'ri, lekin baribir ham unchalik kuchli emasman hozir. Ko'proq like yig'ib 10 ta podpishchik bo'lishim kerak. 10 ta podpishchik bo'lsam, hozirchalik bizning maqsadimiz, keyinchalik ko'proq podpishchik yig'amiz. Hozir kimdir kelayotganga o'xshaydi, dushmanlardan kelayapti. Hujumga
Men ularga hujum qilyapman. Men mana buni o'ldirdim. Mana bu haykalni urayapman. Ularni chaqirdim. Keyin esa kuchliroq. Hozir biz yutdik do'stlar. Like bosing, obuna bo'ling. Ko'proq kommentlar turlab tashlang. Agar biron hal yana do'stingiz, tanishingiz bo'lsa, ayting. Bizning YouTube kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'ysin. Hozir biz kuchaytirdik. Va endi o'yinni boshladim. Keyin esa hozir negadir bir narsa deyapti, tushunmayapman. Tushundim do'stlar, bir shiddatli jang. Bu safargi jangda hech qachon bo'lmagandek jang bo'ladi. Biz endi hozir bitta kamonchi va qilichbozni chaqirdik. Endi mana bularni o'ldirib olish kerak. Haykalni yiqitmasa bo'ldi. Keyin haykal sinsa o'yin tugaydi. Hozircha bittasi qoldi. Ammo uni kamonchilar kamoni bilan o'qqa tutib tashladi. Shu sabab biz yutishimiz kerak. Shu sabab ehtiyot bo'lib o'ynash kerak. Mana bularni men ishlatsam tezroq bo'ladi. Mana bunday tezroq kavlashadi. Shuning uchun ham ko'proq va tezroq ishlash kerak. Ko'proq ishchi chaqirish kerak. Himoyani ham unutmaymiz. Shuning uchun ham hozir yutishimiz mumkin, ammo yana hujum qilishdi. Men bir kamonchi chaqirdim. Endi men hozir yo'q qildik. Bular bizni yo'q qilishi mumkin. Yo'q qilolmadi, ammo bizni ham yo'q qilishiga sal qoldi. Bular yana kelishyapti, ammo jangchilar ham ko'p emas. Kelishgan yo'q. Mana bularni yo'q qilishim kerak. Bir o'zimni kuchim yetmaydi. Tezroq ular kelsa ekan. Keldilar. Endi mana 2 kishi chaqirdik. Mana jangchilar chaqiryapmiz. Men bitta ko'rib kelishim kerak. Yana jangchilar kelishibdi. Men ularni mana bunday chaqiramiz va mana ularni kelishini kutyapman. Hozir men ularni yo'q qilishga harakat qilaman. Uzoqroqqa chalg'itib olib ketsam, shunda ularni dushmanlarni yo'q qilishga vaqti yetadi. Tezroq yo'q qilib olish kerak. Biz yutdik do'stlar. Endi hazillashish bo'lmadi bu videomizda. Zo'r video sizga yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Shu videoni hozir shu yergacha kelgan bo'lsangiz, iltimos like bosing, obuna bo'lishni unutmang.